Assalomu alaykum. Ingliz tili darsimga xush kelibsiz. Bu birinchi dars. Birinchi darsda ingliz tili alifbosini o'rganamiz. Ingliz tili alifbosini o'rganish hammamiz uchun juda ham muhim, chunki ingliz tilida so'zlarning yozilishi va aytilishi ikki xilda bo'ladi. Boshqa xil yoziladi, boshqa xil o'qiladi. Shuning uchun ham inglizlar va ingliz tilini biladiganlar, ingliz tilida gaplashadiganlar aniq nomlarni, joy nomlarini, ismlarni, fayl nomlarini, shunga o'xshash narsalarning nomlarini spell qilishadi, ya'ni xarfma-xarf aytishadi. Uni to'g'ri yoza olish uchun biz alifboni harfni yozilishini ham, aytilishini ham alohida yodlab olishimiz zarur bo'ladi. Bunday holatga siz sefir imtihonlarida va IELTS imtihonlarida ham duch kelasiz. Shuning uchun ham alifboni shu darsni o'zida yodlab olishga harakat qiling. Buni bir marta yodlaysiz va sizga bir umr xizmat qilib beradi. Bir martada zo'r o'rganib olishga harakat qiling. Bosma harflar va ular pastida qauscha ichida ularni o'qilishi ham berilgan. Qausni nomi transkripsiya deb ataladi va biz uni mana shu qaus ichida yozilganiday o'qiymiz. Diqqat qiling, agar unlidan keyin i harfi turgan bo'lsa, siz uni y deb o'qiysiz. Unlidan keyin 2 nuqta turgan bo'lsa, siz o'sha unlini yana bir miqdor cho'zib o'qiysiz. G ni pastiga diqqat qiling, qaus ichiga D va belgi qo'yilgan, o'sha belgini biz J deb o'qiymiz. D bilan qo'shilib kelganda J, qattiq J tarzida o'qiymiz. Va H harfini pastiga qarang. E dan keyin I unlisi turibdi. Biz buni unlidan keyin kelgani uchun Y deymiz. T ni yonida S ga o'xshash belgi turibdi. Biz buni Sh deb o'qiymiz. T bilan yonma-yon kelganda Ch deb o'qiymiz. Shunda H deb o'qiladi. Va J harfini J deb o'qiymiz. Teskari E ni ko'radigan bo'lsangiz, O ni pastiga diqqat qiling, teskari E, bu qisqa E. Shunchaki qisqagina E tarzida talaffuz qilasiz. Q harfini pastiga qarang, qaus ichiga K dan keyin J harfi turibdi. Biz buni qaus ichida, ya'ni transkripsiyada har doim Y deb o'qiymiz. R harfi A tarzida, ozgina cho'ziq A tarzida talaffuz qilinadi. Har doim ham R deb aytilmaydi. Buni nomlanishi A. Mana endi o'qiymiz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Harflar mana shu tarzda o'qiladi. Mana endi olmoshlarga keldik. O'zimizni o'zbek tilidagiga o'xshash ingliz tilida ham olmoshlar bor. Biz ko'pchiligimiz bu olmoshlarni bilamiz.
men, sen, u, biz, siz, ular kabi olmoshlar. Avvalambor mana shu hozir sanab berganim kishilik olmoshlarini o'rganamiz. Personal pronouns deb ataladi ingliz tilida. Men birinchi shaxs, bu I bo'ladi va you ikkinchi shaxs, ham sen, ham siz deb yoshga qarab tarjima qilib boramiz. Va uchinchi shaxs he, she, it. Bular birliklar. Uchalasini ham tarjimasi u degani he erkak kishiga nisbatan, u she ayol kishiga nisbatan, u it esa jonsiz narsalar yoki hayvonlarga nisbatan, bitta narsaga nisbatan u bo'ladi. Demak, men birinchi shaxs birlik, you ikkinchi shaxs birlik, he, she, it esa uchinchi shaxs birlikka kiradi. Mana endi ko'pliklar. We biz, you sizlar, they yoki they ular. Mana shular kishilik olmoshlari hisoblanadi. Lug'at o'rganamiz. Mana shu mavzuga aloqador bo'lgan lug'at va ulardan birikmalar tuzishni ham o'rganamiz. Avvalambor o'rganishimiz kerak bo'lgan lug'atlar bular. Artikllar. A va N artikllari bir dona, bitta deb tarjima qilinadi va faqatgina sanaladigan otlar oldidan o'sha narsani bittaligini ifodalab keladi. Ot ko'plikda kelsa ham bular ishlatilmaydi. Faqatgina birlikda sanaladigan otlar oldidan bir dona, bitta deb bittaligini ifodalab keladi. Keyingi hozir o'rganganimiz olmoshlar. Katta I tarzda yoziladi, I deb o'qiladi va men degan tarjimani beradi. Keyingisi he, u erkak kishi uchun, she, u ayol kishi uchun, it, u hayvon yoki jonsiz narsa uchun, you siz, sizlar, we biz, they ular, apple olma, narsalar nomiga o'tdik. Apple olma, banana banan, potato kartoshka, tomato pomidor, carrot sabzi, corn so'zi R deyarli talaffuz qilinmaydi, bir miqdor cho'ziladi. Corn makajo'xori, eggplant baqlajon, mushroom qo'ziqorin, radish rediska, cabbage karam, onion piyoz va yana unlidan keyin R kelgan. Buni yana ozgina cho'zib aytamizda, R ni o'qimaymiz, chunki bu yerda R harfi bo'g'in oxirida kelgan. Bunda odatda R harfi o'qilmaydi va undan oldingi unli bir ozgina cho'zib o'qiladi. Garlic. So'zlarni yonida qavschida, oddiy qavschida o'qilishini yozib qo'yganman. Birinchi darsda sizga oson bo'lishi uchun. Transkripsiya mavzusini o'tib bergunimcha shunday qilib turaman. Shu yerda vazifani aytib o'taman. Berilgan otlar, meva va sabzavotlar oldidan en artiklini qo'yib chiqishni mashq qiling. So'zlarni lug'at daftaringizga ko'chirib oling va ularni o'qilishini ham taxminan 5-10 marta takrorlang va bir marta zo'r o'qib berganingizni audio variantini
vazifa guruhga yuborib qo'ying. Keyingisi yana mevalar. Fruit so'zi meva degani. Orange apelsin, lemon limon, grape uzum, plum olxo'ri, melon qovun, watermelon. E'tibor bering, unlidan keyin r harfi bo'g'in oxirida keldi va o cho'zildi, lekin r o'qilmadi. Watermelon tarvuz, pineapple ananas, kivi mevasi, peach shaftoli, avokado, coconut kokos, apricot o'rik, blueberry buta meva, strawberry qulupnay, cherry olcha, pear nok, pepper qalampir, blue pepper ko'k qalampir, cauliflower gulkaram va pea no'xat. Bu so'zlarni ham lug'at daftaringizga ko'chirib oling. O'qilishini to yaxshi talaffuzni chiqarib berganingizgacha 5-10 marta, kerak bo'lsa 20 marta talaffuzni takrorlang. Bir marta zo'r o'qib berganingizni vazifa guruhga yuboring va bu so'zlarni oldidan ham en artiklini joylashtirib chiqing. Mana xuddi mana shu tartibda. Bu yerda banana, apple, carrot, eggplant so'zlarini en artikli bilan joylashtirib chiqqanman. Agar so'z undosh harf bilan boshlangan bo'lsa, uni oldidan artikli qo'yiladi. Agar so'z unli harf bilan boshlangan bo'lsa, uni oldidan n artikli qo'yiladi. Bunda ma'no o'zgarmaydi. Ham, n ham bitta, bir dona degan ma'noni anglatib keladi. Faqatgina va n yozilish shaklidagina farq qiladi. Agar so'z undosh bilan boshlangan bo'lsa, qo'yiladi. So'z unli bilan boshlangan bo'lsa, n artikli qo'yiladi. Ma'no esa bir xilligicha saqlanib qoladi. Keyingisi I have iborasi. Biz hozir o'rgandik. I men degani, have esa nimanidir mavjud bo'lishi, bor degan ma'noni bildiradi. Ikkalasini qo'shsak I have bo'ladi. I have degani menda bor degan ma'noni anglatadi. Sizga tushunarli bo'lishi uchun I have dan keyin 3 nuqta qo'yganman. Ya'ni siz bu yerga istalgan bir narsa nomini joylashtira olasiz. Istalgan bir narsani o'zingizda borligini ayta olasiz. Menda bor deb, I have deb. O'zbek tilida esa menda 3 nuqta, undan keyin bor bo'ladi. Ya'ni mana shu 3 nuqta o'rniga narsa nomi qo'yiladi. So'z tartibi ingliz tilida va o'zbek tilida bir oz farq qiladi. Misollarni ko'ramiz. I have a cherry. Menda bitta olcha bor. I have an orange. Menda bitta apelsin bor. I have a melon. Menda bitta qovun bor. I have a peach. Menda bitta shaftoli bor. I have an apple. Menda bitta olma bor. Va undan keyin va hokazo, siz buni istalgancha davom ettira olasiz. Sizga tushunarliroq bo'lishi uchun aralash tarzda berganman. Undosh harf bilan boshlangan so'z oldidan unli harf bilan boshlangan so'z. Ya'ni bular albatta ot bo'lishi shart. Albatta sifat ham keladi, lekin uni boshqa mavzuda o'rganamiz. Hozircha faqat otdan oldin qo'llab ko'ring. Albatta otlar bo'lishi shart.
istalgan bir narsa nomi. Unli harf bilan boshlanganda n bo'ladi. Bu tartibni siz 10 tagacha davom ettirib, vazifa guruhga yuborishingiz kerak. Thanks for watching. Bugunga shu mavzular yetadi. Keyingi darsda yana qolgan mavzularni o'rganamiz.